Real va PSG 19 yoshli Côte-d'Ivoirlik Wenger uchun jiddiy kurashga kirishdi. O'zi Yan Diomande kim? Siz menga obuna bo'ling, hammasini birgalikda ko'rib chiqamiz. U 19 yoshli Côte-d'Ivoirlik tezkor qanot Wenger. O'tgan mavsumda Leipzig safida 36 ta uchrashuvda 13 ta gol urib, 10 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Hatto jahon chempionatida ham Côte-d'Ivoire terma jamoasi safida o'zining driblingi va tezligi bilan ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Ana endi Diomande transferi atrofidagi gap so'zlarga to'xtaladigan bo'lsak, Real Madrid Michael Olise transferi amalga oshmagandan so'ng bor e'tiborini mana shu futbolchiga qaratgan va Leipzigga rasmiy ravishda 100 million yevrolik taklifni yuborib bo'ldi. Biroq nemislar Wenger uchun kamida 120 million yevro so'rashmoqda. Futbolchining o'zi PSG ga o'tishni xohlamoqda va hattoki PSG bilan u shartnoma shartlarini kelishib olgan degan gap so'zlar ham chiqdi. Biroq PSG va Leipzig o'rtasida narx borasida umuman kelishuv yo'q. Shu sababdan bu vaziyatdan Real Madrid foydalanib ketishi mumkin. Ana endi sizga bir savol beraman. Diomande qanchalik Realga hozir zarur va u Realda o'ynab keta oladimi? Buni izohlarda yozib qoldiring.